Elektr qozonlar bilan O'zbekiston bozorida shov-shuv ko'targan men bo'laman. Ismim Sirojiddin, yoshim 26 yoshda. Hozirgi vaqtgacha ko'p ishlarni qilib ko'rganman, davlat ishida ham ishlaganman. Rahbar bo'lib, orzularim juda ham katta bo'lgani uchun men onlayn savdoga kirib ko'rganman. Boshida pul yo'q, men ham oddiy odamman, oddiy ishchilar oilasida tug'ilgan bolaman. Arzimaga 150 ming so'm bilan boshladik. Avvalasi Alloh Xudo rizq berdi. 4 oyda mana hozirgi vaqtga kelib 50-60 million oyiga оборот qilyapmiz. Shu vaqtgacha kelib olgan zo'r narsam faqat tadbirkorni bolasi tadbirkor bo'ladi degan narsa yo'q ekan. Oddiy odamdan ham tadbirkor chiqar ekan. Chunki bizning oilada hech qanaqa biznesmen bo'lmagan. Endi bu yoqga uyda o'tirib ham pul topmoqchi bo'lgan odamlar, undan tashqari oylikdan oyligacha, ya'ni qo'shimcha pul qo'yishim kerak degan odamlarga, do'konda o'tirib qachon odam keladi, savdo bo'ladi degan odamlarga zo'r ma'lumotlarni berib bormoqchiman. Ya'ni Instagram orqali, onlayn savdo orqali qanaqa pul topsa bo'ladi, savdoni oshirsa bo'ladi. Hamma ma'lumotlarni tajribadan kelib chiqib sizlarga berib bormoqchiman. Kuzatishni davom etinglar. Go'shtli ma'lumotlarni sizlar uchun berib boraman.